Ba'zida hammasi oshib ketgandek tuyulib qoladi. Lekin bir narsani o'ylasam taskin topaman. Toqatimdan tashqari bo'lganida bermagan bo'lardi. Inson o'zini aldovchi mavjudotdir. U haqiqatni bilib turib, o'ziga yoqqan yolg'onga ishonadi. Men ham bir paytlar shunday og'riqni boshimdan o'tkazganman. O'sha paytda bu dard hech qachon o'tmaydigandek tuyulgandi. Men ham kechalari o'ylab chiqardim, nega aynan men bilan bo'ldi deb. Ko'zimdan yosh chiqqan kunlar ham bo'lgan. Hammasi tugagandek tuyulgan paytlar ham bo'lgan. Lekin vaqt o'tdi va men bitta narsani tushundim. Eng katta og'riqlar ham bir kun o'tib ketar ekan. Bugun ortga qarab ko'rsam, o'sha dard meni yanada kuchliroq qilibdi. Va endi aniq bilaman, qanchalik og'ir bo'lmasin, hammasi baribir o'tib ketadi. Dilini og'ritmaslik, o'zimga yarashmagan ishni qilmaslik uchun kimga javob qaytarmagan bo'lsam, ular o'zini haq deb bilgan. Ishonch bir kunda paydo bo'lmaydi, lekin bir soniyada yo'qoladi. Shuning uchun hamma bilan yaxshi bo'lish shart emas. Faqat kimga qanchalik yaqin turishni bilish kifoya. Va eslab qol, insonning asl yuzi qiyin paytda emas, unga hech narsa tahdid qilmayotgan paytda ochiladi. Eng kuchli odam eng baland gapiradigan kishi emas. Eng kuchli odam jim turib hammasini eslab qoladigan kishidir. Hayot senga hamma narsani birdan bermaydi. Avval sabrni, keyin tanlovni, keyin esa oqibatni beradi. Odamlar ko'pincha xatoni vaziyatdan izlashadi. Aslida esa har bir qaror sekin yozilgan taqdirdir. Quyosh chiqishidan oldin uyg'onadigan kunlarni sog'ingandirsan. Yoki kun bo'yi holdan toygancha ochlikni, yoki quyosh botishini orziqib kutishnimi? Oz qoldi. Ha, oz. Men keldim dunyo ko'rdimi foyda? Ketsam martabasi osharmi qayda? Hech kim tushuntirib bera olmaydi. Kelishuv ketishim sababi qayda? Agar dunyo oxiriga yetayotgan bo'lsa, agar yer yuzida vaqtimiz tugayotgan bo'lsa, senga termulgancha tabassum bilan ketardim. Dunyo yakunlanganda ham yoningda bo'lishni xohlardim.